Bizda yana yangilik. Bu safar qaynonalarimizga yuzlanamiz. Qani kelinlarini qanchalik yaxshi ko'rishar ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz xola? Mumkinmi? Keliningiz bormi? Bizda shunaqa loyiha ketyapti. Keliningizga telefon qilib yaxshi ko'rishingizni aytsangiz, shu tortimizni hadya qilamiz. Muzdalifa jamoasi nomidan. Kelinim Yevropada-da. Ruxsat farqi bor. Bitta kelini bor, lekin Yevropada. Aytib qo'ysam bo'laveradi. Qaysi kanal bu? Muzdalifa jamoasi Instagramda. Albatta, hamma kelinini yaxshi ko'radi. O'sha qatori biz ham kelinimiz yaxshi, kelinimiz bizni hurmat qilsa, biz kelinimizni hurmat qilamiz. Tanjoni sog' bo'lsin. Biz hozir qaynona bo'lsak, kelajakda ular qaynona bo'ladi. U o'rindan o'ringa o'tadigan vazifa. Kelinlarimiz sog' bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Mumkinmi? Xola keliningiz bormi? Borlarda. Bizda shunaqa loyiha ketyapti. Keliningizga telefon qilib yaxshi ko'rishingizni aytsangiz, mana shu bento tortimizni sovg'a qilamiz. Voy voy. Men ikkita kelinim bor, bir-birlaridan yaxshi, ikkovlarini ham yaxshi ko'raman. Telefon qilib aytsangiz, shuni hadya qiladi. Voy, hadya qilib. Shart bas, lekin. Telefon qiling, yaxshi Voy. Yaxshi ko'radi-da. Nima? Mani qizlarim yo'qda, ikkita kelinda. Uchinchisiga oqtaryapman. Xudo xolasi. Ikkovlarni qanday yo'llayman? Mayli bittalariga. Bilan o'tirasiz xola. Katalari bilan. Alo? Gulchiroq, yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchaman. O'tiribsizlar? O'zingiz kelishdimi? Bo'ldi-da. Hozir boraman, qizim. Yaxshi ko'rmaslardi. Gulchiroq, ikkovlaringni ham Muslimaxonni ham sizni ham yaxshi ko'raman. Qattiq gapirgan bo'lsam, xafa bo'lib yurmaysizlar, bilasizlar, Boryapman hozir. Rahmat xola, sizdek eshitildi. Sizdek qaynonalar ko'paysa, xuddi onasiga o'xshagan, yaxshi ko'radigan Muzdalifa jamoasi nomidan. Kakras. Salomlar qilib. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, Rasulingga baraka bersin. Eng yaxshi kelinimga. Mana. Voy, nevaralarimga ham, hammalariga-da Alloh rozi bo'lsin, bergandan o'rnini Xudo to'ldirsin. Assalomu alaykum. Xola, mumkinmi? Keliningiz bormi? Bor. Bizda shunaqa loyiha ketyapti. Keliningizga telefon qilib yaxshi ko'rishingizni aytsangiz, mana shu tortni yutib olasiz. Telefonimni uzatib yuboringlar. Hozir aytaman. Telefonimni uzatib olinglar. Kelinimni yaxshi ko'rishdi, undan ham og'irni yaxshi ko'raman. Chiqib osillarda darva. Alo. Nilfarxon? Foyda. O'tiribsizlar, balla yaxshimi? Rahmat. Men sizni yaxshi ko'raman, Nilfarxon bilasiz? O'z qizimdek yaxshi ko'raman. Nilfarxon? Bo'pti. Bo'pti, xo'p. Xo'p, yaxshi ko'rishimni bilasiz, bo'pti, xo'p. Bo'ldi, xo'p. Rahmat, Muzdalifa jamoasi nomidan eng yaxshi kelinimga torti sizga. Rahmat. Sizdek qaynonalar ko'paysin. Rahmat, sog' bo'linglar, sizlar ham ishlaringga omad. Keyingi qaynona siz bo'lishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting.